Mana bu trenajyorni qaranglar. Transformerga o'xshaydi kinodek. Juda ham zo'r. Kimga shunaqa trenajyorlar kerak bo'lsa, noyob, sifati zo'r Grizzly Chinaga murojaat qilaverasizlar. Profil 10 bo'lish kerak, 10ga 6 ekan bu. Profil 10ga 6 asosiy. Karkas juda ham zo'r yasalgan. Buni endi 22-mayda ishlatib ko'ramiz. Mana bu pulver. Juda ham zo'r yasalgan, juda ham zo'r. Rangi tanlashgan. Ular Hammer Strange klassik modellar. Mana bu nima ekan? Bu Pilates bo'lsa kerak. O'sha Pilates kimga ham kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Sifati yuqori, bu taxta emas. Juda ham yengil yurishi. Mana bular yumshoq. Chexol juda ham yaxshi materialdan qilingan. Bu Panatta kopiyasi bu.